tushunmadim. Bu eshik nimaga bu yerdan beri ochilmayapti? Axir bu yerdan beri harakat qilib yotman. Xullas kelam bo'lib mana bu eshik ochilmayapti, lekin men tashqariga chiqib ishlarimni qilishim kerak. Jinosan. Mayli endi nima qilaman bilmadim. Qaranglar ochilmayapti, yopilib qolgan va mayli. Ladna tushunarli endi esa qana yo'q. Buni ochishdan umuman foyda yo'q. Kelinglar unaqa bo'lsa, mayli mana bu yerdan chiqishga to'g'ri keladi va sindiramiz va bo'ldi, oynani ham sindiramiz va mana bu yerga blokni qo'yamiz va hammaga salom, sizlar bilan men Kompot va mana yangigina videorolikimga xush kelibsizlar. Xullas bo'laman, mana har doimgidek 13-qishloqdaman va tiniq osmon bulutlar bilan qoplangan va mana bu yerda esa quyosh. Xullas kelam men bilasizlar, eshik ochilmayapti, o'shaning uchun oynadan chiqishga to'g'ri keldi. Jinosan, nima uchun bu eshik ochilmayapti axir? Mayli. Menimcha endi mana bu eshikni bolta bilan buzishga to'g'ri keladi. Sababi yana bir marta ana bu uyimni devorni buzib kirishimga to'g'ri aytsam umuman bu bo'lmaydi. Mayli unaqa bo'lsa qo'shnidan hozir bolta so'rab ko'raman. Uyda degan umiddaman. Hoy qo'shni uyingdamisan? Hoy qo'shni. Hoy eshik Hoy uyingdamisan? Yo'q, uyda yo'q. Hoy qo'shni. Yo'q. Uy, Jinosan qishloq qo'rqitib yubording. Salom Kompot. Salom. Ana bu qo'shni qishloqni ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rmadim. Jinosan qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Xullas keram, u bilan o'zgina ishim bor edi. Jinosan, hoy qayerga qolding? Ishim bor edi dedimi? Meni ham ishim bor edi, lekin uyda yo'q. Mayli qayerga ketgan bo'lishi mumkin. Bular nima qilishyapti? Axir nima uchun bu qishloqni qidirishyapti? Bilmadim. Tushunmadim. Kimdir ichkarida tushunmadim. Kimdirning ovozi chiqdi. Hoy. Kim ko'ryapti? Nima? Kim gapiryapti? Hoy qishlog'i. Uyingdamisan? Tushunmadim. Kim bo'ldi bu yana bu? Mamcha qishlog'iga o'xshayapti. Jinosan bu eshik mayli qana ochilib qolsang-chi. Tushunmadim. Yo'q, ichkarida hech kim yo'q-ku axir. Hozirgina ichkarida kimdir gapirgandek bo'ldi. Hoy, ichkarida kim bor? Mamcha bir yerga yashirinib bo'lganga o'xshaydi. Yo'q, bu yerda hech kim yo'q. Axir hozirgina kimdir gapirgandek bo'ldi. Mayli. Tushunmadim. Mana bu yerda qanaqadir kartinka. Lekin bunaqa qo'shni uyda yo'q edi. Mayli qana ochib ko'rsamkin. Mayli orqasida cho'tib bir narsa bordek o'xshayapti va qana mayli ochib ko'raman va qana ochila qolsangchi, qana ochila qol. Kapot. Nursun, qo'rqitib yubording meni. Jindan, sen meni qo'rqitib yubording. Axir nima qilganing bu? Endi nima qilay? Bu yerda nima qilyapsan qishlog'i? Jinosan boshqalardan berkinyapman. Berkinyapsan, hammasini qidirib yuribdi axir. Xullas keram, bularga yomon ish qilib qo'ydim va bulardan men qochib yuribman. Mayli mana buni yopib qo'yay axir boshqa qidirib yurgan bo'lsa. Xullas keram, Kompot keldim, meni bu yerga ko'rganini aytma iltimos. Xo'p, hech kimga aytmayman. Rahmat. Jinosan o'zi nima bo'ldi? Uzoq voqea. Xullas keram, Jinosan zerikib ham ketdi. Bu qishloqda bir ekskursiyaga borib kelsam-magan. Qishloqqa yaxshimisan? Yaxshiman. Mana senga. Nima qilganing bu? Jinosan hazillashdim. Mamcha jahli chiqmadi degan umiddaman. Mana bu yerda mana bu yerda ovqatlar borga o'xshayapti. Jinosan, bu yerda qanaqadir tort. Hammasini olib ketaman. Mamcha, menga hech kim baqirmaydi degan umiddaman. Baqirsa ham mayli, baribir ham o'zimni do'stlarim, yaqin o'rtoqlarim axir. Jinosan, osammikin. Mayli, uyga borib mazza qilib yeyman. Hech kim menga mamcha baqirmasa kerak, yana bilmadim. Mayli qani. Voy, mazali ekan. Voy. Jinosan, hammasini yeb qo'ydim axir. Juda ham mazali ekan. Hot-doglar menga yoqadi. Mana buni ham yeb qo'ydim va mayli mana bu pitssani ham yesammikin? Lekin kimnikidir, birovnikida. Mayli, buni ham yeganim bo'lsin. Menga baribir. Voy, mazali ekan. Qornim qopib ketdi. Jinosan. Cho'panib yedim, nima qilding? Yo'q, men yemadim. Axir ko'rdim, sen yeding. Yo'q, Jinosan. Yo'q, men yemadim, axir kechir. Jinosan, palangan, axir bugun meni opam yelardi. Yo'q, qoch. Jinosan. Xullas kelam, shu voqeadan keyin qishloqni juda ham asab chiqdim va bu yerda men berkinib o'tiribman. Nima? Bu shu xolos, axir yangisi olib bersang bo'lardi. Yo'q, u xolos emas. Yana bitta uzun voqea bor, tushunyapsanmi? Xo'sh, uni ham aytib berchi. Xullas, u ham mana bundan boshlandi. Xullas kelam,
Va nihoyat men yangi mashina sotib oldim. Wow, mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin bu. Juda ham qimmat mashina sotib oldim va endi bu mashina meniki. Va buni zo'rligini endi esa to'g'ri problem yo'q, haydashni bilmayman, lekin mayli o'zim bitta haydab ko'rganim bo'lsin. Chamarsan, mana bu yer gaz bo'lsa kerak. Yuryapti va nihoyat. Voy, Jenosan, yo'q. Oy, tormoz qani? Xullas shu voqeadan keyin oqishloq mendan xafa bo'ldi va meni qidirib yuribdi. Nursan, o'zim hayron qoldim deb seni quyida qidirib yuribdi deb. Uyi вообще va hayron bo'ldi, vayron. Nursan, yo'q, Jitel, sen turib undan kechirim so'rashing kerak. Yo'q, axir u meni ko'rsa axir o'ldirib qo'yadi. Yo'q, o'ldirmaydi. Yur qishloqqa. Uning yoniga borasan va undan kechirim so'ra. Yo'q, Kompot. Yo'q emas. Undan kechirim so'ramasang bo'lmaydi, axir uyini yomon ahvolga solib qo'ygansan. Nursan, nima qilaman endi? Kechirim so'raysan, mana buni ham to'g'rilab qo'y. Bo'pti. Do'stlar, nima uchun bu yerda yashinib o'tibdi? Yura qol. Xo'p, juda ham qo'rqyapman. Qo'rqma, yur, o'zim seni olib boraman va undan kechirim so'raysan. Bo'pti. Dadavay, yur. O'zi qaysi qishloq deding? Ana bu nimasi bo'ladi? Piyaletiv, ya'ni binafsha qishlog'i. Tushunarli. Mana ekan, yo-mayo, uyini vayron qilibdi-ku. Qishlog'i nima bo'ldi? Jenosan, mana bu qishlog'i senmisan qalam? Mana bu uyimni nima qilding? Jenosan, endi bu uyimni qanaqasiga to'g'rilayman? Bo'ldi, o'zingni bos. Bu seni kechirim so'ramoqchi. Iltimos, meni kechir. Yo'q, bu kechirimni pishirib yeymanmi? Uyimni to'g'rilab berasiz. Davay, uyingni to'g'rilab beramiz. Zo'r qilib beramiz. Rostdanmi? Hoziroq uyni to'g'rilashni boshlaymiz. Kompot, senga rahmat yordamlashganing uchun. Arzimaydi, xo'sh, kechirdingmi? Kechirdim. Uyim oldingidan ham zo'r bo'ldi. To'g'ri aytasan, mana qishloqqa uying, wow, bularni ostlarini to'shqalik va butunlay shahar modada bo'ldi. To'g'ri aytasan. Hammaga rahmat. Bunaqa bo'lsa, men seni kechirdim qishloqqa. Yaxshi, meni uzr. Endi nima bo'ladi? Juda ham ehtiyotkorlik bilan haydayman mashinani. Jinosan, endi mashinang ham yo'q, Yo'q, u portlab ketdi. Mayli, endi esa o'q qishloqidan kechirim so'rashimiz kerak. Yur. Bundan kechirim so'ramaylik. Nimaga? Qo'rqyapman. Qo'rqma. Qo'y, qishloq uyingdamisan? Mana ekanda o'sha. Jinosan, o'g'ri. Yo'q, o'g'ri emas. Bu proseda bilmasdan yeb qo'yibdi. Bilmasdan shuncha olgan ovqatimni nimasi bo'ladi? Opam uchun olgandim. Iltimos, meni kechir, qishloqqa boshqa qaytarilmaydi axir. Yo'q, Jinosan. Nima qilsam kechirasan? Bilmadim. O'zlaring billaring. Davay, qishloqqa unga bitta zo'r dasturxon yoyib beramiz. Senga zo'r dasturxon yoyib bersak, nima, xursand bo'lasanmi? Albatta. Opamni ham chaqiraman keyin. Davay, qishloqqa ketdik. Unga hozir zo'r dasturxon yoyib beramiz. Mana qishloqqa xo'sh, xursandmisan endi? Xursandman, senga sizlarga atto'shu rahmat. Arzimaydi. Senga ham rahmat kechirganing uchun qishloqqa boshqa unaqa qilma, xo'pmi? Mendan o'tda hamma narsa uzr. Rahmat. Jinosan, baxirmanlaring, iltimos. Bu yerda odam ko'p. Mayli. Sizlarga kattakon rahmat va Kompot senga ham. Xo'p, mana bularni hammasini o'zing pulingni to'ladingmi? To'ladim. Xo'sh, qishloqqa endi esa bunaqa qilishga va'da ber. Xo'p, unaqa endi to'polonlik va boshqa unaqa o'g'rilik qilmayman va ehtiyotkor bo'laman. Rahmat, qishlog'i juda ham yaxshi. Kompot, senga ham rahmat yordam berganing uchun. Arzimaydi, endi esa unaqa tiqilib bo'lmasdan uylarga borib kechirim so'ra yokida qilgan xatoligingni nimasi bo'ladi, zo'r qilishga harakat qil, xo'pmi? Xo'p, rahmat senga. Arzimaydi, unaqa bo'lsa uyga bora qol, men ham pozdagi ishlarimni qilishim kerak. Xo'p. Mayli, unaqa bo'lsa, xayr qishloqi. Aytgancha, Kompot, kanalimga obuna bo'lishsan. Albatta tezda sizlar kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Kompot, davay, bugun kechga bazza qilib ikkalamiz, bazm uyushtiramiz. Bazm kichkina bazm, men qarshi emasman, zo'r bo'ladi. Bunaqa bo'lsa, o'zim narsalarni olib kelaman. Xo'p, mana bu kartinani ham olib tashlar. O'zim iltimos yordam berasanmi? Albatta, to'g'rilashga yordam beraman. Juda ham yaxshi. Bugun kechga o'zim hamma ovqatlarni o'zimning hisobimda bo'ladi, xo'pmi? Bo'ldi. O'zimiz ikkalamiz mazza qilib choy ichib o'tiramiz. Juda ham yaxshi. Unaqa bo'lsa, bugun kechga o'zing mazza qilib dasturxonni o'zing yeysan. Bo'ldi, ovqatlarni o'zing to'lasang va mana bularni olib, buni ham olib ketishim kerak. Davayda buni uyimizga qo'yamiz. Qishloqqa urushmasa kerak. Jinosan, mana bu o'ynani ham o'ynani o'rniga qo'ysammikin? Yo'q, umuman bo'lmaydi. Mayli, bu o'ynani nima? Jinosan, bu eshik yana ochilmay qoldi. Jinosan, mayli, bu yerga mana buni qo'yaman va
Hammaga xayr. Bugungi videoni kuzatganlaringiz uchun rahmat. Albatta videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Yo'q, bu eshik ochilmaydi. Yo, endi nima qilaman axir? Mayli.